电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Göher丝绸之路之声》，我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli ustozlar, shundoqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda diqqatinglarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiya bilan Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish cheklak sherikda birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'r san'at programmasi 6-qarar Altın Göher İpek Gölü sadası. Ben riyasetçi Nicat Veli Yakup. Çıraylık naqşlarımız bilan yan bir növbet İpek Gölü sadası programmasının mana şu nurluq sahnasiga jam bolduq. Aldı bilan ekran oldidagi sizning betaqatlik iligida programmamizni kutganligingizga minnatdorligimizni bildirish bilan birga naq maydonimizdagi ustozlarimizga, shundaqla ko'rmanlarimizga, texmo muhimi Jiroqdan bugungi musobaqamizga qatnashish uchun alohida qadam tashlab qilgan moyirlarimizga rahmatimizni bildiramiz. Ekran oldidagi qadrli do'stlar, 6-qarar Altın Göher İpek Gölü sadası programmamizga san'at kasbidagi boshlamchi ustozlarimiz alohida qadam tashlab qildi. Hurmat iligida ular bilan tanishib chiqaylik. Dövlətlik 1-ci dərəcəlik artist Xalqyar Naqşçı İpek Gölü sadası programmasının baş yetakçı ustazı Abdullah Abdurim efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Partikom Təşviqat Bölümü sabiq muavin kuzatuvchisi Şinjanxua efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Dövlətlik 1-ci dərəcəlik kompozitor, ataqlıq naqşçı Şinjan Moda Musiqi Cəmiyyətinin muavin başlığı, mədəniyyət kəsbidagi boshlamchi ixtisos egisi mutaxassis Ablat Abdukim efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Tianshanning janub va shimolida zo'r olqishga erishgan yosh naqshchi va ijodiyatchi Toshmuhammad Batur efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Şinjan san'at sho'yanining yosh naqshi o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi Aygul G'ulom xonim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Şinjan san'at yurti Muqam san'at o'mikining yosh naqshchisi, 2-qarar İpek Gölü sadası programmasining chempioni Kamil Jilil efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Alqışlıq yaş naqşçı kuy elçisi Hazreti Ali Muhammed Dursun xush kelibsiz, qarshi olamiz. Qışqardımı kehligay, ayrayanın qışqardımı kehligay, ayrayanın qışqardımı kehligay, qafazdan qadrini bilmay, ayray cinimay, uçup ketken adam kehligay, ayray cinimay, uçup ketken adam kehligay, ayray cinimay, uçup ketken adam kehligay. Bugün hammalar bozor do'kon tangachildi. Yaxshi mal kezde tangachildi ekan do'kon. Hozir klinik boshida o'rishni qo'rqan amlab qoldim işte. Naydi yaxshi mal topdinglar. Tüpsiga cho'ng-cho'nglarni tizib teginimda hechbaq umidsildilar. Üstüge chiroyli pishiqlarni tizib oldigan bir tijoratchilar. Başka yana gibi yok mu daşılıkka? Ben oyladım, ben atış koğanlık etese pulgan bırak digine sınavmış müzik geçi kılgarın avazından yekip kıladı bana. Ma bala alıqı avu kulüpte teklif kılımı digen kemmeydiğen de kılıcı mı? O ticaretti mi belki? Bizden kolumuzga ötken deyken o kulüpla ba. Ben kulübüm ba. Abdatkamın yakında bir kulüp açmak. Ben bir parça kulüpman gibini kıldım abi yanlıştan. Aygül Mali, bu balının tanglay avazı qanday? Sahnege chiqishdan avvalda bizning ideyajat tayyorligim bor. Shundaqla bundan keyingi mushu muzika taraqqiyotimni tag'im yuksaltirish uchun mening talishim bo'lsa Ablat Abdukim ustoz. Ajr kishini texmi qimmatga ega qiladi. Muborak bo'lsin. Sahnamizda bosgan har bir qadamingiz bilan qimmatingiz texmi oshsin.
Qaysar Samat bu o'quvchimiz o'zi Qumuldan Sayrang bulbulum temisidagi Qumul naqshlaridan birini sahnaga elib chiqdi. Dastlabida muqaddimasi bor, keyin bir ikki bosqichli o'zgarishlar bor. Shuna bir naqsha. Bu naqshani nihoyatda yaxshi ijro qildi. Onun ustiga Qumulninki naqshi, melodiya, alayliklari nihoyatda o'zgacha bir xoslik bor. Yaxshi, men nihoyatda yaxshi ko'raman Qumul xalq naqshlarini. Bu mahirimiz, bu o'quvchimiz inchki shu Qumulning naqshlarida bo'lish tegishli shu alayliklarni inchki taraflarini nihoyatda yaxshi bir holatda ijro qilib, to'liq bilan yaxshi sifatda ijro qilib tamomladi. Shuning uchun men o'rildim va mendan boshqa barliq ustozlar hammalar 5 ustozligidek to'liq o'rildik. Bu mahirimiz oxirida men yana bizning Gardambog' guruhimizni tanlab bizning guruhimizga kiritildi. Sifat va unum jihatda hammani qoyil ham moyil qilgan oltin guhar, oy guhar teri asrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida bosish xarakterlik natija yaratgan Shanxay guhar guruhi mahirlarga omad tilaydi. Voy, adaş gürüm üstellerin gürüm boyumlara toş kitipten imda peyzi, ben koğanların rengini bir görüp. Adaş, Altın Güher şirketinin Altın Güher markasındaki bir yürüyüş teri asraş mahsulotini işletilatmen. Bu bolsa Altın Güher nemlik saqlash birikmesiken. Bu bolsa Altın Güher yüz tozalash mazıqken. İşqilib dağlamamay sen bir işletip baqa adaş. Şundayım adaş, terlerin şunda paqırıp, mavkunların yoqap, şыңıp, aqırıp ketipse. Bana adaş bir oldurayı vermey, bana elişbegine bilip berip geleli paranışı. Gir adaş. Muzdavan. Men Atışdan kelgan Mahir, Adiljon Qurban bo'laman. Ipek Yo'l sadasi programmamizga kichkimdan tartib naqsh muzika bo'lgan erishmanlikim turtki bo'lgan deb o'ylayman. Odatda xalq naqshlarini yoqtirib, suyib aytaman hamda ombab naqshlarni yoqtiraman hamda aytaman. Bu programma qatnashishimdagi ahamiyati bo'lsa, o'zimning ko'nglim pukkan orzularimni amalga oshirish, yana bir jihatdan o'zimdagi kamchiliklarni to'liqlab, texim yaxshi naqshchi bo'lishga ulsilish deb o'ylayman. 6-cı qarar Altın Güher İpek Yo'l sadasi programmasiga qatnashishimda eng avval ota-onam zo'r qo'llash oldi hamda o'zimdimi bu arzuning turtkisida o'zimga nisbatan belni ching bog'lab bu sahnaga keldim. Hamda do'st birodarlarim, kasbdosh do'stlar yordamida bu sahnaga keldim. Yaşlıqnem vay çığı çalır Can günde çiçeklemdu Vay çiçeklemdu Kündüzü Vay pelek taşlar Keçisi xemeklemdu Vay leven yalan Alay ayne, vay alay ayne Boynumda salay yâri Vay
Feryadım Tengriye etkende İçmeyi koymen çayını Vay leven yala Mustavan kadeydu Men bağış muzlaydu Kırıp bulgan başını Kırındaşım umşaydu Kıyıp kalan başını Kırındaşım umşaydu Kırındaşım umşaydu İlliğa çıkıp ketti Yol bilmeydiğen bana Sodasını kılalamur Çalasın diye bana Sodasını kılalamur Çalasın diye bana Çalasın diye bana Çalasın diye bana Qadrli do'stlar, suhbat va unum jihatda hammalarni qoyil ham moyil qilgan oltin go'har, oy go'har teri asrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida bo'sish xarakterlik natija yaratgan mas'uliyat va minnatdorlik tuyg'usi kuchli korxona Shanxay Go'har guruhi programmamizning tajdorligini oldi. A'lo sifatli yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxona va inoq oilalarga sig'ib kirgan tetikqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik cheklanish shirkati programmamizni alohida talab qildi. Rayonimiz davasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Hardambog' yemek-içmek pay cheklanish shirkati programmamiz bilan strategiyalik hamkorlashdi. Programmamizni yuqori sifatga kapolatlik qilgan Xinjiang imzor kiyimlari alohida qo'lladi. Tantarbiya bilan san'atni birlikda ilib menayotgan Xinjiang Chuchjamati bilyard klubi cheklanish shirkati programmamizga yaqindan yordam berdi. Rayonimizda güzellikni söygüçi xanım qızlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan suhbat va pason jihatda xanım qızlarning olqishiga ham e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega dilkor kiyimlari programmamiz bilan alohida hamkorlashdi. A'lo sifatli yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga sig'ib kirgan tetikqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik cheklanish shirkati mayirlarga omad tilaydi. 尊敬的各位导师们，大家好，我是来自阿图市的选手Adiljan Kurban. Salam, hürmetlik, muhterem ustazlarımız. Ben Atış'tan kelgen Mayır Adiljan Kurban bulumu. Rahmet. Xizmat qilyaptimiz da o'qiyapmizmi? Hozir shu ishdan sirtqi restoran va klubda naqsh etishlar. Bumi bilan ish qilib mushak musobaqaga kelgandan keyin buningdimi xeyli uzun tayyorlik bor. Ablat muallim, Toshmamat muallim va Oygul muallim. Üç ustozimizning bugungi musha naqshanga bo'lgan baholarini bir anglaylik. Bo'ldi.
Umumen atış xalq naqşlarında bo'lishga tegishlik shu şevi pırak alayidliklarni to'liq icra etish bilan birga yana o'ziga xos bir yana nayta hissiyat jihatda intan nozik bir taraf qilgan yerlari bor mavkamniki. Shunga menga ta'sir qildi. Men yaxshi ko'rdim, shuning uchun o'rildim. Mening gruppam kelishini qarshi olaman. Gapni uchiq shu danglar. Tushunishlik bo'ldi-ku? Tushunmagan bo'lsang yana birdam gap qilg'izib berma. İcadi naqshlarni aytamsiz xalq naqshlari bilan birlikda? Ha, ijodiy naqshlarni. Ammo men naqshni o'rnatishda yuqorida Abdullatkam degandek o'zingizga nihoyat xos holatdan hemen chiroyli o'rindingiz. Shuningga men o'rinni aylantirdim. Menmi gruppam kelishingizni qarshi olaman. Adiljon, naqshini shundoq chiroyli aytib o'tdingiz. Mundaq bir narsani degim kelyotdi. Mush xalqimizning orasida amaliyotda kasbiy bilim olamagan bo'lsa-mu, lekin shundoq chiroyli, ajoyib, yaxshi boyga yetkizib, shu o'qiganlardan oshirib aytadigan shundoq san'atkorlar intayin ko'p. Abay aytib atgan vaqtingizda shu nafasni ishlatishlarınızmı shunchalik yaxshi bo'ldi. Furaqlan elishlarınızmı endi musobaqada asosan uftudiganimiz nima desangmi shu inchikal qilachu, shu inchikilik. Hamma hissiyat jihatdagi inchikilik, uslub jihatdagi inchikilik, shu tekstlarni deyishdagi inchikilik har bir halqalarga qancha astoydil muomala qila olgan vaqtda shu qalbimizga tegadichu. Tomoshabinlarning qalbiga tegadi, ma'lumlarning qalbiga tegadi. Shu qalbiga tekkizish uchun avval o'zimiz hayajonlanib, hayajonimiz eshib ketgan vaqtda anadagi boshqani ta'sirlantira olamiz. Siz mushu aytganingizni hozir odatdagi oltimdan xilli yaxshi aytdim deb o'ylamsiz yoki normal bo'ldi deb o'ylamsiz? Xilli yaxshi aytdim deb o'ylayman, lekin yani o'zimga toza qoyil emas, texim yaxshi. Bundan yaxshi qila oldim deb. Var edi, sel tentlab ketib qoldim. Albatta, hamda balkim bundan yaxshi holati bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda cho'qim qandali bo'lmasin bir jiddiylish bo'ladi. Atishdi olgan bo'lsa. Menda. Lekin elimi shundoq bir cho'ng sahnalarda shundoq o'rinlaganingizdan biz bek so'yindik. Mening gruppam sizni qarshi oladi. Rahmat. Hamda shu masalada Aygul ma'lum degandekda, bu xalq ichidagi san'at karlarniki, xalq san'atkorlar masalan bizga ustoz bo'lish salohiyatiga ega bo'lgan nurg'un xalq san'atkorlar bor. Bular rasmiy sistemlik tarbiya ko'rmagan naqshi aytish ovoz ilmida. Ovozni qandoq chiqirdi, nafasni qandoq to'xtadi, masalan kekertak qandoq u bular desangiz tushunmaydi. Lekin bularning xalq naqshlarini ijro qilayotgandiki u aytish uslubi to'g'ri. Shunchalik qoidalik, shunchalik to'g'ri, shunchalik rahat. Eng muhimi bularda ilmiy nazariya orqali ovoz ilmida o'rgatib olmaydigan bir ta'm, odamning yurakka tegadigan bir naqshidga huzur ta'm bu bor. Ondan bular shunday bir holatni shakllantirgandan nurg'un shunday keyinda menayotgan izbosarlar mushlarni doğrab aytish orqali o'zi bilib bilmay ilmiy sistemaga kirib qoladi. Amaliyotda u o'zi bilmaydi, lekin aytayotgansi cho'qim fanfani ichida ilmiylik bor. Bo'lmasa bizga undan rahat, undan ozodi tuyulmaydi. Ular qancha-qanchalar naqshlarni aytsa ovozni talmaydi, charchamaydi. Chunki ovozda dal shunday ilmiy to'g'riliq bo'lg'achqa bu bo'lmaydi. Agar ovoz ishiltish xato bo'lsa, Aygul muallim biladi. Cho'qim bir-ikki naqshlarla ovoz ketadi. Bizga to'xtaydi. Bu gitonglar nihoyat qo'shilma. Sababi nima desa, u dunyodagi nazariyaviylashgan ilmiy kitoblarning hammasi, bilimlarning hammasi mana shunday xalq ichidagi odamlarning tajribasidan kelgan. Bizning faqatla putmiga yerimiz va onu yezib nazirlashmaga yerimiz va amaliyotda bu shu ustozlardan kelgan. G'arbning cho'ng kitoblarimi, ilmiy kitoblarni hammasi Aygulmi biladi. Hammasi shu asli yo'q narsa. Peshqadamlarning shu tajribalarini yezib qoldi o'gan narsa. Bu bek to'g'ri bo'ldi bu gaplar. Bu balamiz kasbiy maktab tarbiyalanmabdi. Bu gap qila. Hamma o'zim kichkimdan tortib ustozning naqshini aytib o'zim o'rgangan. O'zligida o'rgangan. O'zligimda o'rgangan. Shu Ablat ma'lum bilan shu Aygul ma'lumdan demoqchi bo'lgani shu. Mushunda senmi kelgusida ustoz bo'lsa, mush tajribalaringga tayinib cho'ng bo'lsa emasmi? Yashang borgan sari hozir 23 yoshqa. Nima qila bor ekan? Chiqib qoldi.
Hamda amanı saqını açamı? Kitapta okumagan. Bunu dep kelsekçi. Şuna bu naytır toğru gap boldu. Bizmi amaliyat şu ustozlarni örnek qilib başlagan bugun ishga. Hammamiz shunda. Mushu balamizniki, mushu mayirimizniki, mushu naqshini nayt chiroyli rahat aytishiga birlashtirib, mushu yoqdagi bir ko'z qarashlarimizni degimiz keldi. Ustozlarimizga rahmatimizni bildirgimiz keldi. Mushu xalq ichilik san'atkorlarning ilmiyligi borligini, shularning bizning ugunishga arziydigan nurg'un taraflarimiz bor ham bizmi shundoq ugunib kelganligimizni mishadi bir digim kep qoldik. To'g'ri. Sen buni ma'noda deb ketayotgandikida bir ko'ngling qatib ketmajib. Ko'pchilikka davatgan. O'zlarimizga davatgan. Abay bo'lib o'sha har bir jumlaning oxirida qolmaydi deb o'sha nafaslarni shunda chiroyli mong'indan mushu ovozlarning ama to'van qismlarining shunda rohatligidan bek so'ynib ketdim-chi. Shu meningmi yakanda shu kichigimdan 5-6 soat ular meshrab qismi ovoz charchamaydigan, bütün bedenler terleydigan, bedenlerning hamma qismi ishlab ketgan shu holatlarni ko'z oldimga keltirib, mush xalq san'atkorlarimizga bo'lgan salimimni ham hurmatimni bildiray deb mush gaplar chiqib qoldi. Xalq san'atkorlarimizga ko'pdan ko'p rahmat. Ham sizlardek mushu san'atkorlarning izini besib mengayotgan ufqlarimizning davomli yana terishib mengishini chin ko'nglimdan umid qilmoqman. Teyze Adilcan qarshi olamiz seni. Atish vokaldan atishni biz kuzimizni echiblam. Ugundigan nadir naqshimizdan birini şeyga elib kelib, chiroyli o'rinda ustoz ko'rib qoldi, meni ko'zimda yosh ketgandi. Men oxirda 3-chi o'zgarishini aytib, andan bir o'rli yoshlar kelgan vaqtida deb o'tira ketdim. Qarasam, Ablat akam o'rildi, Tashamat akam o'rildi, Aygul ma'lum o'rildi. Menda yaxshiroq tajribasi bor ustozlarimiz. Shunga jutqa vakolatdan mushay kelganimdan, mush nadir naqshimizni elib kelganimdan intayin xush bo'ldim. Atish xalq naqshlarining avjisi yo'q. Asandek to'lgan bilan, lekin aytisal qiyin naqshlar jiq buningda. Shunga keyingi safarlaring utuq tilayman. Ishlaring yaxshi bo'lsin. Muhabbet asosida bir gap bo'ldi ma'lumlar. Atishning naqshlarining musobaqa xarakteri ojiz. Yaman mungluq, chiroyli, uningda gap yo'q. Biz necha qatim deyishgan shu musobaqa jarayonida. Lekin mundaq naqshlarni aytish, murakkab naqshlarni aytishdimmi, sal tez keldi musobaqada. Adat sorunda chiroyli aytib pasakli bo'ladi. O'zimiz bilgancha. Men bugünkidek menda 3 ma'lumni o'rindiqlar aylandigidek holatda chiroyli aytishga bir oz o'nak ketadimdi. Chunki bu naqshning yo o'zini ko'rsatadigan avjisi yo'q. 4-5 gradus atrofida aylandi ha. Necha ovozdan foydalaniblar. De yerini chiqaramiz. Dimsan taqib. Bunda dimsan taqib bo'lmagan, Adiljon. Bo'ldi. Rahmat ustoz, rahmat. Biz gapni uchiq qildik. 3 ma'lumdan birini sen tanlig'ini. Mening shu naqshamni yoqtirib o'rilgan Ablat Abdugam ustoz, Tashmamat Botir ustoz, Aygul G'ulom ustozga men chin yuragimdan rahmatimni aytaman. Mening tanlamoqchi bo'lgan ustozim Sahar u ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlog'iga o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qayirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüşçallığı yukarı kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluklaydı. Terinin elastikliğini yukarı götürüp, qo'ruq tushishning aldını alıdı. Teri hücrelerini ozonluq bilan ta'minlab, terini tegidin süzüp, yumran qilib, dağ tushishning aldını alıdı. Terinin hayati kuchi dal kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Başqalar meni chiroyliq, terang bek yaxshi deyishidi. Terinin yaş turşi ameliyatda kollagenlik aksıl bilan münasebetlik.
Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidning badanga so'mirilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ish qaygishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'sh kuchlari yo'g'onash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik oqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan tarkiblik kollagenlik oqsil peptidi. Aku, o'xshagan bir tamoq yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning qurish sirini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nadi bu? Dukka ismlik hamma yerda bor. Cho'ng ustamning nomi yetti shashaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetti shashaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor. Cho'ng ustam tayyor tamoq va tetikliqlari. Sağırıp pişkan ürüknün taze may bağlagan yerden camның qaq suyunu tayarladı. Şu yılları 75'de oturup yegen kökçünün təmini camның kökçüsüdün detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camda var. Biz içip köngen balıq çağlarımızda öyi öyledi köygen bu içimlikni əmdi qaytı tapdık. Cam. Bugungi faoliyatda nima kiysan bo'la? Albatta imzor kiyimiz. Nişan qilsang shuhrat tepishni, odat qilg'in imzor kiyishni. Tush jamiyati biliyat klubi faqat tijorat so'rili bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan Tush jamiyati biliyat klubimiz biliyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Xinjiang Tush jamiyati biliyat klubi shaklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud Tush. Tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda Tush jamiyatida jam bo'laylik. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari. Rayonimiz tavasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Erdambog' yemek-içmek paychakli shirkati Mayirlarga omad tilaydi. Ablet Ablekem Stas. Hayat yo'limizdagi qiyinchilikni texmi yuqori o'rlishimiz uchun tayyor qilingan talampay deb tonisak, qalbiga texmi yaqinlashgan bo'lamiz. Muborak bo'lsin. San'at yo'lingiz texmi parlaq bo'lg'isi. Adiljon Qurban o'zi otishdankan, bu mayirimiz mening yana Erdambog' guruhimizning yana bir yaxshi a'zosi bo'lib qoldi. Bu mayirimizga ham bundan keyingi bosqichlarda texmi yaxshi bir natijalarning bo'lishini arzu qilish bilan birga, keyingi bosqichlarda yaxshi yetaklashlar bilan boshqa mayirlarimiz bilan bo'lgan o'zaro hamkorlik, munosabat maslash jarayonidagi ishlarni yaxshi bir taraf qilib, yana bir boshqacha bir taraflari bilan tomoshabinlarimizga yaxshi bir ta'sirlarni, yaxshi bir natijalarni olib kelish uchun o'rtoq turamiz. Bugun avamo 5 so'qqa keldigina bizni uyga ketib qo'ymayman-da. Aka uyda ham-da sirtda yesak-chi. Afka, unda degani bilan bizni uyda cho'ng ustam markasidagi samovar sho'rpi tetit qo'ysa, ochiq pintos tetit qo'ysa, quruq qozon sho'rpisi, hammasi odam 5 o'xshaydi-ku. Ha, rost degandek samovar sho'rpi tetit qo'ysa, Italiya cho'pi gango hammasi bor ekan. Men cho'ng ustam baklamroq uyda yelayapsan. O'sha qilamda. Aka, turayapsan. İmzor kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Cananғы söz.
Dostlar yaxşımısınızlar. Ben Şinjan Sanat Yurti Naqsh Usul Ömrü'nünki usul artisti Talipcan Tayir bulman. Kesbim naqsh kesb bo'lmasammi, kichigimdan shu naqsh kesbni nihoyat yaxshi ko'raman, qiziqaman. Men odatda ommabop uslubdagi va yoki shu xalq naqshlarini biza yoqtirib anglayman, ham yoqtirib aytaman. Menga nisbatan bu programma qatnashish istekida bo'ldim, shunda qatnashish orzusida bo'ldim, lekin qatnasholmagan. Menimcha bo'lganda men shu 6-qara Ipak yo'l sadosiga qatnashib, o'zimniki naqshi jihatdan ortiqchiligimni joriy qildirishni o'ylab qatnashdim. Mening kelgusidagi orzuyim Ipak yo'l sadosiga qatnashib, ustozlarning bilimiga erishkim bor. Kelgusida o'zimga tava ijodiy naqshlar bo'lishini arzu qilaman. Kapkara koy közlügüm kaydın tapalaymen seni sorsa üstüne ay dep çakalaymen seni sorsa üstüne ay dep çakarlaymen seni Kapkara koy közlügüm kaygıda kaldı bu bişim Kapkara koy közlügüm kaygıda kaldı bu bişim Pançı yağmur toxtadı toxtay demeydi göz işim Pançı yağmur toxtadı toxtay demeydi göz işim Saçını kılsan çok para Kapkara koy gözlüğüm Saçını kılsan çok para Aydı yılda gelmesen bağrım yara Aydı yılda gelmesen olmamdı bağrım yara Olmamdı bağrım yara
Tayyorliqim yaxshi o'tadimi? Mashq chartadingiz sudim jintiga. Voy, rahmat. Nima ichimlik ekan bu? Bucu Abdullah Abdurahim ustoz obraz vakildagi jam ko'kchi quvasi. Tutib boqayman. Vavashi, ne qo'g'in kajma? Ajab bezgan. Abdunum rayonimizning tantarbiya va adabiyot san'at kasbiga o'rtaq kuch chiqarib kelayotgan Shuish jamoati bilyard klubi chekilish shirkati Mayirlarga omad tilaydi. Qadrli ko'rman do'stlar, oldingi qaror programmalarimizga o'xshashlam. Bizning 6-qaror Oltin Go'har Ipak yo'li sadasi programmamizda natijaga erishgan mayirlarimizga tayyorlagan mukofot buyumlarimiz ajoyib katta. Birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirni Shanxay Go'har Groyi chekilish shirkati 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Ikkinchi darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Cho'ng Ustam yemeklik chekilish shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Hardambaq yemek-içmek pay chekilish shirkati jam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. 4-ci derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang imzar kiyimlari 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. 5-ci derecelik mukofotga erishgan mayirni bo'lsa Xinjiang Shuish jamoati bilyard klubi chekilish shirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Undan boshqa 6-ci derecelik mukofotga erishgan mayirimizga ko'ngil so'g'imiz tayyor bo'ldi. 6-ci derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Dilkar kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mayirlarimizga omad tilaymiz, natijalik bo'lg'aysizlar. 大家好，我叫塔利普塔叶尔，我来自喀什。Hürmetli ustazlar, müşvaqtыңlar xayrlik bo'lsin. Mening ismim Talibjon Tahir. Men Qashqardan bo'laman. Rahmat. Talibjon yaxshi bo'ldi. Aygul ma'lum sizlarga davomli tarbiya qiladigan bo'ldi. Aygul ma'lumning o'zining o'ylagan yerlari bor balki. Kikirtek meselelerini, nefes meselelerini konuşayımız. Yaxşı bo'ldi mi sizin hocam? Men bugungi ifodamni toza yaxshi bo'lmadi. O'zim kutgandekmi o'rinda yamay qolib qoldim. O'zim kasbiy naqshchi emas. Tunji qitim naqsh etib, shu kasbiy sahnlarga tunji qitim qatnashim, shunga sal jiddiylashish bo'lib Putamı titreyip gitti zaten. Tunji qitimliq sahnaga chiqish bo'lsa, cho'ng natija bu. Shundoq chiroyli aytilib tamom bo'ldi, masala yo'q, cho'ng masala ko'rilmadi. Ovoz bek chiroyli ekan, men naqshim yaxshi naqsha, ham chiroyli aytdi. Shu tunji qitimliq sahnaga chiqqan chaqdiki, ba'zan bir tajribasizlik masalalarga biz qarab qoldik-da, lekin Aygul o'rilib yaxshi qildi. Endi men bir narsani degim kelyotdi, bu Ipak yo'li sahnasi, bu programmasi hergizmi faqat va faqat raqobatni musobaqani o'z ichiga olmaydi-ku. Buningda o'qitish, bilim o'rgatish, madaniyat almashtirish, fikr yurgizish, muhokama hamma narsa bo'ladi-ku. Buningda ham xushalliqmi bor, hamma narsa bor. Endi biz ma'lumlar hammamizga cho'qim eng no'chisi odamiz emas. Shu normal bo'lsa-mu, ma'balni men yetaklab ketalaydi ekanman. Ma'balni men guruhimga kelgandan keyin men bir yordam qila olaydi ekanman. To'g'ri. Nurg'un bir o'y fikrlar bilan o'rlimiz-ku. Ben sizga yordam qilib ketalayman degan umid bilan. Endi garchi bugun birinchi qitim sahnaga chiqishingiz bo'lsa-mu, lekin bu ishning o'zimiz siz uchun bir cho'ng bir g'alaba. Bundan keyingi sahnalarga qanday qilamiz birlikda fikrlashib, birlikda maslahat bilan qilib ketamiz-ku. Rahmat ustoz. Ras. Ayguldan degan to'g'ri. O'zi Aygul uzun yillik shu san'at ma'rifida ishlagandan keyin balki mana shunday bir taraflarni bayqidi. To'g'ri deydi, ma'lumlar ba'zi vaqtda ovozning yo'riqligiga, egizligiga diqqat qilib qilish mumkin. Ba'zi vaqtda uning hissiyotni berayotganligiga, vujudidan berilib naqsh etganligiga e'tibor qilish mumkin. Ba'zida bu bir yaxshi mayska. Manda qilsam bo'ladi-ku degan bir yerlarga to'g'ri kelish mumkin. Shuni biz uqmaydiganlar, masalan, sirtda o'yin ko'rayotganlar yoki shu musobaqani ekranda, to'rlarda ko'rayotganlar birla narsani o'lcham qilib turolmay, ma'lumlarning balkim shu vaqtida
vücuduga tekkan bir ish bor. Vicdanini g'ujildatgan bir ish bor deb o'ylasak to'g'ri bo'ldi. O'yinning prinsipiga, qoida usullariga moslashib ko'rsak yaxshi bo'ldi bu o'yin demakdir. Rahmat Naqshonga, yigit. Rahmat. Aygul ma'lumotga qo'shilib ketdi. Davay. Мәңгі өтміш içinde yaşaş, bugünün xoşallıqıdan nahrim qılsa, kelgüsini uvalashtirib etidi. Bugunni qadrlang. Ata texmi güzeldir. Mübarek olsun, ajrinizdan gullar unsin. Adaş bugün ben kilişke var küsen var. Adaş bugün toy qiqas bara deb imzardan kostyum setib olgandim dedi. Ya, hemen imzarını sağamım. Hemen imzarını sağıp gelme cilet kılır var ki adaş. Pezke. Toy qımanğam. He, toy qiqas berip kelmem da. Adaş birlikte. Rayonimizda güzellikle söygüçü hanım kızlarının oldun tanlışı bulup kelayotgan, sübət ve fason jihatda hanım kızlarının olqishiga hem itiraf qilishiga erishayotgan 18 yıllık tarixga ega dilkar kiyimleri mahirlarga omad tilaydi. Talibcan hissiyatı şundaq urğup tuğan hem naqşı etqan vaqtida bütün vücudu bilan etalaydigan bir naqsh ekan. Hamda tajriba azroq kamchil bo'lgan bilan, lekin tarbiyalab ketgili bo'ladi degan umid bilan Talibjonga o'rildim. Talibjonning keyingi qitimliq musobaqalarga texmi yaxshi puxta tayyorliklar bilan chiqishini, ham o'sha musobaqa jarayonida bir tajribalik naqshchiga aylanishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Fikri aptap, vücudi quyaş, yürek bağrı ümitke tutaş. Fikri aptap, vücudi quyaş, yürek bağrı ümitke her sözüde bar köngül ayaş, yaşığım bar dadamga okşaş. Her sözüde bar köngül ayaş, yaşığım bar dadamga okşaş. Üzi addi bağrı şun çiken, yürükümde suyunluktur en. Arzuyunu eytip berdi sen, yaşığım bar dadamga okşaş. Arzuyunu eytip berdi sen, yaşığım bar dadamga okşaş.
Çin insandır yalğanlığı yok Birovlarga yomonligi yok Chin insondir yolg'onligi yo'q Ajr qilib arg'anligi yo'q Yaşığım bar dadamga o'xshash Ecir qilib arg'anligi yo'q Yaşığım bar dadamga o'xshash Pervişkari baxtli olamni Şerikidur kulkem olamni Hürmeti bar barcha odamni Yaşığım bar dadamga o'xshash Mütver dadam Pervişkar dadam Mütver dadam Pervişkar dadam Yaxshimsizlar, hurmatli ustozlar. Men Mustafa Abdullohdan sizlarga o'tliq salom. Degan mush sahnaga chiqib sizlar bilan yuz ko'rishganimdan bek xursand bo'ldim, bek xushal bo'ldim. Sizlarning menga o'rilganinglardan hayajonlanib Mustafa bilan musobaqa qatnashdimi yo javobi olib keldimi? Taxa bu qatim bir naqsha aytib olish fursati berdik. Bu taxa hozir to'shmada emasmi? Musobaqa qatnashda nimasiga yetmadi deyishiga. Ajab Mustafaning ovozi o'xshaydi ekan deb og'miqib o'tirib qoptiman. Qarasam bag'ancha o'xshab ketdi. Shuningga o'rilib hech musobaqa qatnashadigan o'rilmay qolsa qanday qilamiz deb musobaqa qatnashadigan plan qilmoqdi. Mustafa o'g'lim endi deb shunga demay, bizma yerda sahnada endi bo'lgan ekan. Shuni demaylam, adil bir qatnashay deb shuni demay qilgan bu har xil o'ylashlar, ammo o'zimni nihoyatda tutib olib o'tirdim. Ko'zimni ochiq yoshlar agib Abdulla akam qanday o'tgandi endi. Mustafa bilan shunday hayajonlandik. Rahmat. Meningki Mustafaga bo'lgan bahoyim intan ustun balla. Rahmat. Tunji naqsini taqatgandan boshlabla, tunji naqsini ijro qilgandan boshlabla men Abdulla akamga dedim, intan bek zo'r bir hayajon bilan Mustafa'nın bundan keyinki shu naqshchilik san'at hayotiga intan zo'r ishonchim bog'liqlik meniki. Menga yaxshi baho san'at. Shunga biz yaqinda men Beyjingdan keldim-ku. Beyjingda bir ashadagi kasbdoshlarimiz bilan paranglashib qilib Abdulla akam haqida gap bo'landi. Bo'langandan keyin andan bizning oila jamiyatda gap bo'lib, usulninki sizlar shunday ekansizlar, qanday izinglarni men o'tirgan bormi dedi. Voy ba bo'lgandimi hamda bizda u yoshlarda bunchalik bir ahvolda emas holatda shunday qo'rqinchli darajada 18 yoshga to'lib to'shmagan ahvolda shunday ishtiyoqi talanti urg'ib bo'lamiki. Endi rostga qilsak bizning u Mustafaning yeshida bunday mukammallik yo'q. Qiziqish bor, tirishchanlik bor, bunda mukammallik yo'q. Sharoitmi yo'q? Ya qaravla, ya qaravla. Ya qara. Shuni bunda bir ota bola bir sanada turibchi. Uning ustiga Mustafaga yashig'im bor, dadamga o'xshash degan har bir shu misrasi kelganda Abdulla akam bunda beqishi bor. Boshqa qildingmi? Boshqa qildim. Har misrasi, har ishga kelganda qaradi. Abdulla akam ya qarayapti, chunki maqtagan qaraydigan bo'lishadi. Meni maqtayotgan Abdulla akamni maqtagan naqsh ekan bu dadam shunday bir odam, men dadamga o'xshash yashig'im bor deb.
Meningcha Mustafa bolam siz dadangizga o'xshash yashay olasiz. Dadangizning izini basa olasiz. Ota izidan degan mushu ajdodlarimiz qoldirgan mushu so'zning haqiqiy o'z ma'nosi bo'yicha dadangizdek va dadangizdanmi olqigan shunday bir natijalar bilan shunday adamgarchilik, fazilat bilan mushu san'at yo'lida yaxshi natijalaringiz bilan yashay olasiz. Meni ko'rib qolib keyin. Lekin men sening ovozingni tunib oldim. Nimish qiz yaqinmazı maqsadlarni anglatdim men. Bag'ingda ishimiz ganjo qiliqliq. Maqsadlarga men diqqat qilaylik. 5lik ovozingni olib men tunib oldim. Rahmat. Chiroyli. Hatta sen tanavarni aytgan dadang aytganni. Men senda o'rganganman dadang o'rgangan. Bek chiroyli ovozingmi. Bizim hayajonlanib ko'zimizga yosh keldi. Bir dada bilan balaning bir sayrab turib bunda bo'lganligidan. Dadangdan üstün adam buluşağını umut qilamiz. Rahmat. Şu endi yillardan beri dadam bizni xo'sh qilib kelyapti. Ham helim hozirmi xo'sh qilyapti. Şu men ma sahnaga chiqib dadamni xo'sh qilay deb shu naqshni aytdim. Xo'sh oldu. Sizlarga ko'p rahmat ustozlar. Süzük nima degan pokiz, nima degan chiroyli ovoz. Rahmat. Mush naqsh tekstingiz ham oddiy hem bağırken diyen şu tekstler, şu Abdullah Akam'ın haqiqiy şu faziletini bizden faxrlangan taraflarımızdan hemen şu tekstler şunda yaxşı ifadelab, onun müziğimiz şunda yaxşı, sizin avazınız, orunlaşlarınızla şunda yaxşı çıkıp tutkan bek faxrlandık, bek söyündük. Bizden hem de ballarımız var şunda, benim 7 yaşlık bir oğlum var. Bizden şu atanı boğucu hem de ballarımız bizden şunca faxrlandıgandı. Biz işte faxrlanğandek bir adam bolalarımızmı da bizim işte bütün gücümüzle teşirkenimiz Abdullah Akam qandaq ultralığında aşağıda gözümün yaş ketdi. Bek yaxşı təsvirləb berdiniz Akam. Bundan keyingi işləriniz texmi utuqluq bolsun, çıxan sahneləriniz texmi egiz bolsun, manga yollarınız texmi jiroq uzun bolsun Akam. Rahmat. Degan katta baholar. Bu hamdiliqi nuqullar mush balalarning ko'ngli bo'yicha yozilgan naqsh hamdi, lekin otalarimizning hammasi biz faxrlanishga tegishli odamlar. Masalan, ustozlar, Şinjan qo'mallimi bizni atimiz desak, bunda atimizning o'ndik odam, akimiz bu yolg'izlar bir atini degan gap emas. Mushu tekstimda tadqiq qilsanglar, biz atimizga demoqchi bo'lgan gaplarning hammasi bor. Hamma bolalarning o'z atisiga, ya'ni birinchi cho'ng ustozlarimiz ota-onamiz emasmi? Shu ustozlarimizga bermoqchi bo'lgan mehrimiz, bermoqchi bo'lgan baholarimiz yozilganda xuddi har qanday bir naqshchi o'zining turmushini aytmaganidek. Ma'lum bir atla, onalar to'g'risida chiqqan naqshning hammasi ma'lum bir insonning o'zining shaxsiy onasi yoki otasi to'g'riliq emas, bo'lmaydi. Bu jamiyat o'rtaqlik paydo qilgan fikr bo'lg'ashqa, uzilmaydigan fikr bo'lg'ashqa, kishilik hayot, muhabbat, ota-ona, ijobiy tarafdagi munosabatlarimiz ko'ylinadigan, to'xtamaydigan, madilinadigan temalar shunga. Bu naqshni ashta deb tushunsak bo'ladi. Şinjan qo'malim bizning ustozimiz. Mana bugun sen seningdek yoshimizda ega bo'lolmaydigan sharafga, ya'ni mushta cho'ng sahnaga erisha olding. Buning uchun qanday ko'nglingda bir gap qilmading? Her qaysi shu sahni qo'llab, nem qilgan shirkatlarga, sizlar ustozlarga intayin rahmat deyman hamda albatta bunda cho'ng sahnaga chiqishimning tasligi hozir. Endi texib boshlanayotgan bir uyg'onayotgan bir yangi naqshchi bo'lgandan keyin mana cho'ng sahna men uchun xeli bir katta sovg'a va taklif qilingan mehmon bo'lib ketdiman. Cho'ng men hayajonlanib ishimni bilaman. Ustozlarimizning yaxshi bahosiga men san vakolatda rahmat aytaman. Mush turtkida sen oldingi menishanga ruxsat, keyingi qat'iy chekinishga ruxsat yo'q. Xudo qizimlari yashan qo'shab qolsin, musobaqa qatnashsa. Kela, xo'shlashimiz.
o'xshagan bir tamoq o'zi yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning qurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nadi bu? Dukka ismli hamma yerda bor. Cho'ng ustam. Cho'ng ustam. Cho'ng ustamning nomi yetdi shashaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetdi shashaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor. Cho'ng ustam tayyor tomoq va tetikqo'lari. Dal mushtam shu. Men ichgan qoq suvi jamning qoq suvi. Aka bu jamning qoq suvi shundoq payzmikan? Albatta, ichib baqsang bilasan. Ukam, Abdulla ichgan qoq suvidan bizga nima qilaman? Jamning qoq suvidan deymiz. Sag'irib pishgan urukning toza may bog'lagan yerdan jamning qoq suvini tayyorladik. Shu yillar 75 da o'ltirib yegan ko'kchining ta'mini jamning ko'kchisidan tetidik. Jan dadamning yaxshi ko'radigan asal suyimi jamda bor. Biz ichib ko'ngan balliq chaqlarimizda uylarda ko'ygan bu ichimlikni endi qaytib topdik. Jam. 20 yillik tarixga ega Mijit Avtomobil Mulozimat Markazi sifat mulozimat texnikini bosh nishon qilgan bo'lib, avtomobil tok yo'li, avtomobil remontchiligi va avtomobil asrash birgablashgan universal mulozimat markazi. Yangi texnika va uskunalar atrofliq va samimiy mulozimati bilan avtomobilingizdagi har xil masalalarni hal qiladi. Eng yangi texnika, samimiy mulozimat Mijit Avtomobil Mulozimat Markazida. Adresi Davan Shimol yo'li 593-nomer. Telefon 138 998 138 74. Sahar. U ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlog'iga o'xshaydi. Xo'shallik izlaguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qiyirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sümürüşçallıqı yuqori kollagenlik aksıldan işlengen bolup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluqlaydı. Terinin elastikliğini yuqori götürüp, qoruq düşüşünün aldını alıdı. Teri hücayerlerini ozolluq bilen təminlep, terini tegidin süzük, yumuran qılıp, dağ düşüşünün aldını alıdı. Terinin hayati küçü dal kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Başqalar meni çıraylık, terang bek yaxshi deyişidu. Terinin yaştırışı əməliyyatda kollagenlik aksıl bilen münasibetlik. Göher Bonyavsan tərkibli kollagenlik aksıl peptidning badanga sömürilish tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ishga egishib paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'sh kuchlari yo'g'inash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik aksıl peptid bilen her vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan tərkiblik kollagenlik aksıl peptidi. Qiziqishning oldida harg'inlik hech gap emas. Lekin yengillik ba'zida qizg'inlikni besib tushadi. Hammani besib tushadigan bo'lsa, yanala katran yo'bini. Ishonmasangiz, yapaqalardan so'rang. Chunki uning lazzatini yapaqalar biladi. Katran yo'bini. Taşkın demek vücudumga kuch-quvvat. Taşkın derdi sağlamlıqımga medet. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. Dilkar huzurida sürgen xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rahiti jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari. Sifat va unum jihatda hammani qoyil ham moyil qilgan oltin go'har, oy go'har teri asrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida bosish xarakterlik natija yaratgan Shanxay go'har guruhi moyirlarga omad tilaydi. Adashmış qatsa. Telefonda taychi o'ynab adashshu. Voy, telefonda o'ynag'ich menga bir rost taychi o'ynab kelmamdoq. Nada o'ynaymiz? Tush jamiyati bilyard klubiga borib o'ynaylar. Bu yerning ichima
kengri, azade, muhitmi intayini yaxshi. Bana maharetini bir küreyim. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan tetikqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik chekish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Yarını bir anlamam doq. Salam, hamman ularning mush vaqti xayrlik bo'lsin. Mening ismim Ahtamjon To'xtutursun, o'zim Xotardan keldim. 6-qara Altın Göher Yipek Yolu Sadası programmasiga qatnashish orqali o'zimning kamchiligini bilay deb shu sababli qatnashdim. Men odatda xalq naqshi, ommabop turdagi naqshlarni aytaman. Mening ota-onam, do'st birodar, urug' tuqqanlarimning qo'lish ostida mushqara Yipek Yolu Sadasi qatnashdim. Men bundan keyin kelgusida yaxshi asarlarni vujudga chiqarib, shu ommaga sunsam deb shu orzuyim bor. İgiz vay tağ başıda şirak köye duyan vay tağ başıda Urguy egi duyan Urguy egi duyan yaru Vagigen vay Urguy emme Bir dana erdim yarey mundana buldum Bir dana erdim yarey mundana buldum Akli uşum din yarey bigane buldum yarey bigane buldum yarey Kuştarmen sana ömrüm yarım digeysen Kuştarmen sana ömrüm yarım digeysen
Sende kızıl gül yarey her cayda bulmaz. Sende kızıl gül yarey her cayda bulmaz. Her cayda bulsa yarey senince bulmaz yarey. Senince bulmaz yarey. Kuşlar men sana amrığım yarım degeysen. Kuşlar men sana amrığım vay yarım degeysen. Rayonimiz təvəsində yemək-içmək sahəsidəki başlamış karxana Şinjan Erdembağ yemək-içmək pay çəkisi şirkəti Mayırlağa omad tilaydi. Qadrli dostlar, sübət və ünüm cəhətdə həmməylərinin qayil həm mayıl qılğan altın göhər, ay göhər teri asıraş məhsullatları bilan rayonumuzun güzəllik quruluşida büzüş xarakterlik nəticə yaratqan məsuliyyət və minnətdarlıq duyğusu güclü karxana Şanxay Göhər Guruhi proqramımızın tajdarlığını aldı. Əla sübətlik yürüşlük məhsullatları rayonumuzdakı aşxana və inaq ailələrə sığıb kirgan tetutqu sahəsində sərkərdilik rolunu oynayatqan Şinjan Çoğ Ustam Yeməklik Çəkiliş şirkəti proqramımızı alayda tələb qıldı. Rayonumuz təvəsində yemək-içmək sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Erdembağ yemək-içmək pay çəkiliş şirkəti proqramımız bilan strategiyalik həmkarlaşdı. Proqramımızı yuqori sübətə kapalatlı qılğan Şinjan imzar kiyimləri alayda qo'lladı. Tantarbiya bilan san'atni birlikda ilib mengayotgan Şinjan Çüçemati Bilyard klubi çəkiliş şirkəti proqramımızga yaqindan yordam berdi. Rayonumuzda güzellikni söygüçü xanım qızlarının aldın talışı bulup geliyotgan, sübət və pason cəhətdə xanım qızlarının alqışıga hem etiraf qilishig'a erishiyotgan 18 yıllık tarixga ega dilkar kiyimleri programımız bilan alayda hamkorlashdi. Adaş tüymedim artık ya? Vay ya adaş bu VCR'daş tüymemiş de konsak mı içip oturup yatıp meyse? Kes kapsarcı mı? Bilmiyor sen? Bu adaş şu Ketrenninki alayda aytoq çeşiyor. Bizdenki şu basketbol çalıplarımız şireli obrazdaki loğan bek yeşike. Sana bana kaç kıdım? Şinjan tırçanatta bu. Badam, yağa, gülkren çıkıp uzatqım nar juğuri. Anda qilamiz. Ma bir tane abdoq ma'lumayet. Ma öydiklar yolga chiqaraq bo'lsa bu avazim senda bormi yana? Pes talabaslarga shashlar. Chiqamiz, chiqamiz. İmzar kiyimleri Mayırlağa omad tilaydi. 各位老师好，我叫爱河坦木匠托河体村，来自和田。Yaxşımısılar, barlıq, hürmetli ustazlar ve ekran aldırıki tamaşabın dostlar. Ben Əxtəmcan Toxtutursundan sizlərə otluq salam ve ali ihtiramlar olsun. Ölen boldu iş qılıp Kamilcan malım ahire təsirlendi cuma. Qanda qaraysan ma işqa? Hoş bulduk. Bence yaxşı etdi bu inim özününki ben mayanda örülmey qarab turmagan diken avazıdan qarab naati çoğun bir toqtaşqa pişqan bir adam. Taşmiki de yeşkiçken avazınınki qelalıq tarifi ba naati yaxşı etdi. Ma'lum bir sebepler tüpeylidin apla deb za Kamilja ukamga bolu diken tutmuş bala dedik ha. Ras yaxşı etdi. Şu ma'lum sebepler tüpeylidin daşına bop kaldı ama yaxşı bala. Yaxşı etdi. Yaxşı etdi. Ben meye qarab o'tladım emas mı? Ha. Mao mikrofonni endi bu biraz jiroq tutib oldi. Bo'lmasa sal ehtiyot qildi bo'g'ay bu unining xili yutamdek chiqib ketdi. Qoloq endi bir jirik ovozda chiqatmasin deb ehtiyot qildi bo'g'ay. Shunga sal jiroqligi bilinishib qoldi mao nima demo. Sizlarning ma'lum sabablarda shumi Açtaq bop qaldı. Eğer Kamilja ukam öğrilmese aş ma'lum sebeplerini qayırıp turib men öğrilme yoki Abdullah akam birini urdaqchan dedim çünkü
u faqat hech qasimiz o'rilmasga tegishli bola emas-ku, mana yaxshi aytdi. Mush bolalarimizningki mush o'quvchilarning ustozsiz qilishidan ansirayotganmiz, bir ustozsiz qolmaskan. Yetim qolmasin degandek. Ahtamjon, sen qanday maktabda o'qiganda? Men hozir shu Shinjang Ma'rif institutining muzika ma'rif kasbida o'qiyapman. Sen 23 yoshligina? Men 20 yosh. Ovozing turib ekan. Ha, ovozi. Lekin ovoz tusi sizga o'xshab qoldi ekan, aslida shunda to'm 4-5 kun bo'ldi, zukam tegib qolib, gallarim og'rib shu. O tarbiyalaydigan bo'lib ketdi bu rasmiy. Xalq naqsh ekan-da. Qashqarning deslar ekan. Bunda yaxshi. Rahmat. Istiqboli cho'ng. Obdan o'ginim. Nima? Xo'sh. Mana. Istiqbolliq devatdingmi seni? Bu tikka ish qo'yganmiz. Ümit yenib turgan chiraqdir. Uning nuri atrofni yo'ritsa, harorati tanni illatadi. Muborak bo'lsin. Kelgusingiz umid bo'lsin. Dilkar huzurida sürgen xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari. Tush jamiyati biliyat klubi faqat tijorat so'rinli bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush jamiyati biliyat klubimiz biliyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Shinjang tush jamiyati biliyat klubi shaklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush jamiyatida jam bo'laylik. Yigitning imzor yarashgan bardam qomatiga cho'qqilar havas qildi-yu, qalbini bilishga amalsiz qoldi. Yigit sukut ichidan o'zini izladi. Imzor uningga "Men sana hamroh, har vaqt mardona bo'l" dedi. Yigitlarga hurmat yor bo'lsin, erkak zinnati imzor bo'lsin. Imzor kiyimlari. Sağırıp pişkan ürüknün taze mey bağlayan yerden camның qaq suyunu tayarladık. Şu yılları 75'de oturup yegen kökçünün təmini camның kökçüsüdün detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camdı ba. Biz içip köngen balıq çağlarımızda öyü öylədi köygen bu içimlikni əmdi qaytı tapdık. Cam. Aku, oxşağan bir tamaq olsa yep kelsek olmamdı. Çoğun ustamның xurishlarını elib, nə deysek oxşaydı emasma? Nədi ba o? Dukka isimlik həmmə yedi ba. Çoğun ustam. Çoğustamның namı yetti şərşəgə. Tamları oxşab ketdi həmiyədə. Çoğustamның namı yetti şərşəgə. Tamları oxşab ketdi həmiyədə. Çoğ ustamның çoğluqı ba. Çoğ ustam təyyar tamaq və tetik qo'llari. Səhər o ormanlarını çoqalağı yazğan qirollik çağlağı oxşaydı. Xoşalliq izdigüchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qayirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüş çallıqı yuqarı kollagenlik aksıldan işlengen bolup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluklaydı. Terinin elastikliğini yuqarı götürüp, qoruq düşüşünün aldını alıdı. Teri hücayerlerini ozoluk bilen təminlep, terini tegidin süzük, yumuran qılıp, dağ düşüşünün aldını alıdı. Terinin hayati küçü dal kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Başqalar meni chirayliq, terang bek yaxshi deyishidi. Terning yosh turishi amaliyotda kollagenlik oqsil bilan munosabatlik.
Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidning badanga so'mirilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ish qaygishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'sh kuchlari yo'g'inash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik oqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan tarkiblik kollagenlik oqsil peptidi. Aqtam yaru degan bu bizning eng klassik bo'lgan aytilish qiyinchilik qiyinlik darajasi bor bo'lgan bir naqshni elib kelibdi. Ovozni anglablam, o'ttir tuvan yerlar bor, yuqorg'im chiqa oladigan, kasbiy bilim olgan bir ovoz ekan deb o'rildim bunga. O'rilib to'g'ri qilibman, ovozni chiroyli ekan. Bizning guruhda yaxshi bir natija oladiganlik ko'zam yetdi. Aqtam nima? Yaxshi tarbiya olamiz. Odaş bu İpek Yol Sadası programımız qoğuğa çıxdıq. Lekin sahneye çıqanda nemi kiyim giysem bola beşim acab qatdı ya. Oy adaş şundan ensirab ketdingmi? Aygul oğlan ustaz obraz vakili bolgan Dilkar kiyim-kechakları xanım qızlarımızdan aldın talış bolup kelmekte. Süpütün bek yaxşı, pasonun bek sarxil. Aş Dilkar kiyimlerden bir pasını tanlap giymemse adaş? Nimda yaxşı jüre bile baraylayamsa. Abdunum rayonimizning tantarbiya va adabiyot san'at kasbiga o'rtaq kuch chiqarib kelayotgan Çüş cemaati bilyard klubi çekiş şirkati Mayırlarga omad tilaydi. Künlüsem degan naqshni bir anglab baqilay. Yaxşısızlar kanaldagi do'stlar, men kuychi mahiranglar aziz turgandan barchanglarga sevginish salam. 6-qara İpek yo'li qatnashib turtki bo'lgan sabab bo'lsa, tordagi mas'ullarım o'zingizni bir sinab beqing deganlik uchun, shunga o'zimni bir sinab beqish uchun İpek yo'liga qatnashdim. Odatda ombab uslubdagi naqshlarni yaxshi ko'ramanmi, yoqtirib aytaman. Va mush ustozlarning tarbiyalash ostida o'zimni texmo yaxshi tavlalayman. Va mush o'zimizning musiqalarini texmo rivojlantirib, xalqaro tanitish orzuyim bor. Cho'qim oxirgi bag'acha tirishib, texmo ilgarilayman. Sen rencime hiç, bu benim amrahlığım. Çünkü sen alem diyar, benim bəxtim, şadlığım. Çünkü sen alem diyar, benim bəxtim, şadlığım. Küllüsem külme nigar, sen içi tar dep mini. Görmese deymen tixi mendin bilek işkim seni. Görmese deymen tixi mendin bilek işkim Kıldığına kandaq sihir, bu dert ki buldum mutla. Kalmadı cismimde can, hayırlı baksam tehi. Kalmadı cismimde can, hayırlı baksam tehi.
uyumni görmesem armanım şu bir ömür işkın diyarım ünlesem sen üzüm berigen bana bu muhabbet söygini rencime zinhar nigar şut beyli künsem şut beyli künsem Yaxshi tutdingizmi? Yaxshi, Uzun yaxshi. bo'lib ko'rishmagan. Nimda chiroyli qilib nurlanib ketdingiz? Shu yaqiningizda Altın Göher markasidagi Ay Göher girim bo'yim yurishliklarni ishlatmışdaq. Unum yaxshi bo'lyapti. Sizmi ilib maqdingizmi nima? Ha, men bu Altın Göherning irlay yurishligini ilib ishiltib sinab baqay deb bilib maqdim. Ha, bo'pti. Rayonimizda güzellikle söygüçü hanım kızlarının aldın tanlışı bulup keliyotgan sübət ve fason jihatda hanım kızlarının olqishiga hem itiraf qilishiga erishayotgan 18 yıllık tarixga ega Dilkar kiyimleri mahirlarga omad tilaydi. Birinci derecik mukofotga erishgan mahirni Shanghai Göher Groyi cheklik şirkati 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci derecik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Chong Ustam yemeklik cheklik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü derecik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Herdembaq yemek-içmek pay cheklik şirkati cam yürüşlük içimlikleri 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Dördüncü derecelik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang imzar kiyimleri 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 5. derecelik mukofotga erishgan mahirni bo'lsa Xinjiang Chuish jamiyati bilyard klubi cheklik şirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Onun boshqa 6. derecelik mukofotga erishgan mahirimizga ko'ngil so'g'imiz tayyor bo'ldi. 6. derecelik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Dilkar kiyimleri 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mahirlarimizga omad tilaymiz, natijalik bo'lg'aysizlar. 我叫艾泽斯，来自新疆伊犁。yaxshimisilar ustozlar? İsmim Aziz Turg'an, Xo'ja tekasidan keldim. Necha yosh bu yil ular? Bu yil 19 yosh, aramda. Man nima bo'lib ketib bordim ballar? Shuningga bu balaga hozir bir nima demak ta'sir bo'lib ketdi hozirgi balaga. Qara bu xuddi zodi birsini kullab zodi bir yerga bag'a adamdek bir hikoyasibadik. Bu ijodiy shu Nurmamatkamning o'xshamamdi. Bu naqshining tekisi endi Yusufjon Qayum akamizniki. Ahangni Ablikimning sansidagi akamizdan ishlaydi. Kim o? Ablikim Ismoil. Ha, Ablikimning to'g'ri, Ablikimning. Ablikim Ismoil. İpek yo'lda qatnashgan o balama. Jilizlik balaga, bu jilizlik. Nurmamatkan shunda ahlarni yozib qo'ydi-ku. Bununki man naqshining teksti bek güzel. Bek özgüçe. Hem de küllemçilik temasida har xil she'rlar yozilgan bo'lishi mumkin, ammo bu she'r yana o'zgacha. Hem de she'rda bek baddi fasohat ondoq mandoq tillar bilan bek xalq ittik anglab tushunmaydigan darajada emas, ammo shundoq har bir misralari shundoq eg'iz tili, xalq tiliga ko'ngliga shundoq udulla ma'nosi udul, ammo bir badilik bir fasohatlik bor. Tushunishlik-a? Man naqshini tunji ijrochisi kimligini men uqmadim. Men anglab boqmabdi ekan, lekin ma o'g'limning, ma balamniki aytganidan men bek huzurlandim. Hammaylarni o'rlagan ekanmiz, men boshqa ustozlarga cho'qim gap qiladi. Mening guruppamga kelishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men gapni biz keyin ish olaylik. Men bek yoqdi mana. Bek güzel aytdi bu 19 yoshda. Bela adam bo'ljimi bo'laman? Bu ukamniki bayan tutachilib naqsh etgan altını ko'rib, inanma o'zimning shu balalik vaqtlarimdagi, yosh vaqtlarimdagi
Şu dutta açılıp nakşı itip, muştak bir oturup gidip bağa vaklarım göz aldım geldi. Naiti çıraylık duttan uruşlarım naiti yakşı. Layıqda naiti artık emez. Özünün nakısı boysunduğu asasda rahat naiti çıraylık yengil oldu. Cümleden müşahrik ustazlarının hemmesiga mağımı bek yaradı fıkam. Menin grupamı kelsen men çinjürkümden qarşı alıma. Bunu dekinki teraqqiyatınga qo'limning kelishcha kuch chiqarishga tirishchanlik ko'rsataman. Mening grupam seni qarshi oladi. Rahmat aka. Izizcan abay dutta bilan shunda chiroyliq, bek lirik, bek muңluq, bek puraqliq shunda yaxshi o'rnlab berdi naqshini. Mening ash burundan deydiganim naqshchilar cho'qim bir muzikani o'ziga amro qilish kerakchu. Qandaq muzika bo'lishidan qat'iy nazar, cho'qim bir muzikani o'ziga amro qilmoqda. Şu biz bütün vücudumuz bilan çilish jarayonida bizning quloqmi yaxshi o'kitidichu. Muzikani bek yaxshi chap, shu muzika bilan tang aytib mangdigan odamning asosan ilqima ovozi ya yuqori ya to'van mundaq ilqib pianga mundaq bo'lib ketmaydi. Shun sizning ovozingiz shunda o'lchamli shunda ravan chiqdi, ma dutdan chilishlaringizmi o'zingizmi shunda tushgan ovozlar bilan ma hissiyat muzika shunda yaxshi jug'urlib, shunda yaxshi birlashib ketibdi. Grupam sizni qizg'in qarshi oladi. Rahmat aytilmadi. Men bu fikrga qarab ustoz, aqlliq balkin deb qoldim men. Agar bu benzo o'qigan bo'lsam o'qiydi naqshini. Lekin men hozirgidek hissiyatni chiqarib aytish testida hozir bu o'zini xoliqa vaqtda chelib, to'xtatib, hissiyat berdiga deb berib, birisi aql o'rgatdi buning. Shu so'moqchi edim. Kim o'rgatdi sana bu aqlni deb. Ayni vaqtda men boshdan oxiri shunda yediği naqsh o'qigan o'sha sahnada musobaqa qatnashgan vaqtimda. O'z chalaligandikin bu. Birisi cho'qim buningga aql o'rgatdi. Duttani elib borsa, munda aytsa, duttan bo'sh chalasa guy dedi-da birisi. Kim shu? Dadamlaştadi. Aşağıda birisi bor shu. Uydagilar mana shu ishni qilamda. Endi uydagilar deha muzikat hamda endi shu uylarda lekin o'sha chelish aytishdi bor. Endi asosan shu dadamning yetaklash asosida endi mushish holatga yetdim. Yaxshi. Mush yeshingda shu sahnada o'zingni hisob bak chiroyli aytding. Hammamizga yoqdi. GP'ga da o'riltaldan. Grupam kelishini qarshi olaman men. Rahmat qilasiz. Hamma ustozlar shunda yaxshi baverdi. Hammamiz shuning ichida o'rilib bo'lgandan keyin hammamiz shunda muңlanib, shunda diqqat qilib naqshning ichiga kirib ketdik. Haqiqatda bak singdirib, bak chiroyli aytib berdingiz. Men sizning bugungi shu naqshni o'rlashingizdan nihoyat suyundim. Bizning guruhimiz sizni qo'sh qo'llab qarshi oladi. Rahmat aka. Bundoq qilaylik bolam, ha? Bu shu men biz ustoz shogird ot bolalik munosabatda qo'lni qo'lga tutishib uzoqqa mangayli. Ha? Lekin tanlash ixtiyor. Ammo mening arzuyim endi voy qaysi guruhga kirsangiz biz yana bor deymiz shu to'g'ri, lekin meni tanlaganga o'xshamaydi. Amal bor. Meni tanlagandiki u yordamlarim, u yetaklashlarim bu o'xshamaydi. Shunga meningcha taxa yoshkansiz. Menga raz yardi, men bola. Mening guruhim kelishingizni qarshi olaman, ammo ixtiyorlik cho'qim bor, majbur emas. Lekin arzuyim shu, ha? Rahmat ustoz. Sen qaysi nerede o'qidim deding bolam? Men endi mush to'liqsiz o'tirni bitirgandan keyin endi kung fan o'qigan. Undan keyin shu ma'lum sabablar orqali qo'yadi 2 yil o'qib o'qamay qoldim keyin. 2 yil o'qib yeni chiqdingda. Ha, hozir shu beka. Biz buni to'liqlayli juma taqa 19 yoshga taqa mandaq to'xtab qilish bo'lmaydi, cho'qim davomlashtirish kerak. Beka qilmaydigandek tursa. Bu fursatni topinglar. Endi boshqa guruhga kirsingizmi, yana yordam qilmayman chunki menga yordingiz. Lekin mening guruhim kirgandagidek yordam qilib bo'lmayman. U uchiq gapdan durasiga. Marasga. Menga yaradimi bola? Qag'alligim yaradimi yo? Yaradi. Ustozga qilayotgan gapni emas. Ha, to'g'ri. Yarashadi gap yo'q balniki. Hurmat qilamiz. Bolam, sen taxa o Jungjanni 2 yilda bitirib yeni chiqib qoldim dema. Sen taxa yana o'qiysan. Endi boshlaydi ekanmiz taxa. Ma o naqshini ayta oladi ekansan, duttani chala oladi ekansan, dadam bala adam bo'lg'ashqa qara. Sen aytdi, yaxshi yo'lga sapdi. Kim bilan keldi? Adam bilan keldim. 2 bola masla? Ha, 2 bola.
nima degan yaxshi ota onalar sizlarning orzu armonlaringlarga yetkazish uchun qilmaganlari qolmayotdi-da, mana qara. Fursatli bo'lsa, sizlarni bir şey yo'lga selyotdi. Ammo sen cho'qim o'qishing kerak. Ma kasbim o'qisangmi mayli, qanday kasbni o'qisang, jungjuanda o'qisangmi mayli, ish qilib o'qiysa, ma u uchiq bo'lib ketsin-a. Biz ustozlar seni cho'qim bir texnik maktabda boshqadan o'qitib bitirayotimiz. Bo'lsa, bunchani ulab o'qiysa, angacha aqlingga to'shab senmi degan yomon bo'lib ketsa. O'qiymiz. Bu kasbni ma'lumotlarni o'rgansa, lekin cho'qim nazariyaviy, amaliy jihatdan bir maktabga kirib, bunu tanlamasang boshqa bir hunar kasb, cho'qim bir o'qiydigan ish bor. Men yordam qilaman sana. Anda olsa jiq gap qilishmay tanlasu ne bu? Mening oxirgi tanlashim İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, söygünüm yok sigrası. Boş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, söygünün yok çiğrası. Hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, söygünün yok çiğrası. İnsan şah seferde, bektikler seferde. İnsan şah seferde, bektikler seferde. İpek yolu sadası, söygünün yok çiğrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası.